Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, aziz Gallan sahifamizning obunachilari, aziz yurtdoshlar, aka-ukalar. Sizlar bilan bugun faqatgina obzor emas, sotilgan motorlarimizning mana bunday xaridorimizga suhbatni qo'yib o'tamiz. Birinchi o'rinda boshlaymiz. Mana bunday 1.5 tonna benzinli motorlarimizni obzorini qilib o'tamiz akalar. 1.5 tonnalik benzinli motorlarning podshosi hisoblanadi. Tanishtirib o'tamiz. Benzin rasxoti 5-6 litr, motor kubi esa 200 kubni tashkil etadi. Tezligi esa soatiga 120 km/soatni tashkil qiladi. Aytib o'tamiz, bort qismlari 1.32 metrni tashkil qiladi. Yuk ko'tarish hajmini yana bir bor takrorlaymiz, 1.5 tonna. Balonlari esa orqa balonlar 12.500 lik, oldi ham 12.500 lik hisoblanadi. Bunga qo'shib beramiz azizlar, oldi labovoy, bitta kaska balon kulich va o'zining radnoy zapaska balonni qo'shib beramiz. Albatta, xudo xolasa chiroyli qilib, hamma joy-joyda qilib beramiz. Motorlarimizning motoriga esa 1 oy garantiyalari bor. Eslatib o'tamiz, 200 kubli motor bo'ladi. Juda ham mustahkam, baquvvat, ajoyib yangilangan dizaynda. Oldilarida mana bu tumanki faraning ichida pavorotlar bilan jihozlangan. Qop-qora rangi, mokr rangi, ko'k ranglari ham bor. Egasini topgan, albatta bu akamizni ko'rsatib o'tamiz. Akasimiz nima edi? Ahadjon aka, Namangan viloyati Chust shahridan kelgan. Dadalar Rossiyada ekan, dadalarga sovg'a qilib olishi ham mana bunday ko'rsatib o'tamiz. O'zimiz ajoyib tayyorlaganmiz. Dadamga sovg'a. Mana ko'ngillar obunachilar, juda ham chiroyli va odam ko'zi ko'rib quvnaydigan darajada mana. Ahadjon aka dadamga sovg'a qilib foto suratlarni mana shu videoga olib turgan, video orqasida o'zini ko'rsatmaydigan Samadjon akamiz tayyorlagan mana dadamga sovg'a. Sizlar uchun ham azizlar tashrif buyuring, mana bunday narsalarni tayyorlab chiroyli qilib beramiz. Albatta juda ham go'zal. Undan tashqari mana bunday shot spravkalar, sertifikatida bu albatta bu bilan sizlar 10 kun ichida bu motorollerlaringga nomer olishlaring kerak. Aka xudo xolasa baraka bo'ldi. Juda ham narx arzon qilib berdik, zo'r qilib berdik. Aka bizdan xursand. Aka qalay? Motorollerimiz, sotuvchilarimizning muomalasi sizga yaxshimi, yoqdimi aka? Hammasi zo'rmi? Tavsiya qilasiz xudo xolasa qolganlarga ham aka. Nasib qilsin, yaxshi kunlaringizga mining aka. Ilohim opa-oqa ham uzoq yillar minsin. Aka sizdan bir ikki og'iz akamga, bizni firmamizga bir gapirib o'tasiz. Namangan viloyatidan, Chust shahridan, Karkidon qishlog'idanman. Yaxshi, zo'r muomala, hamma narsalarda zo'r. Narx-navolar zo'r aka. Narx-navolar ko'ngilli, jiz etkazadigan. Yaxshi, zo'r, kelinglar, tavsiya qilamiz. Yashang, rahmat. Yaxshi kunlarga xo'p aka, sog' bo'ling. Eng zo'r to'ychoq, azizlar, zo'rini oldi xudo xolasa. Mana bu yerga yopishtiramiz, mana buni juda ham chiroyli qilib, go'zal qilib yopishtirib beramiz. Albatta eslatib o'tamiz, radiatorni aytamiz. Radiator antifriz bilan jihozlangan. Benzin qoplamasa propanni ham bosib gazni ish qilaverasizlar akalar. Eng zo'r narsa, baquvvat, mehnatni zo'r qiladigan zo'r motorlar. Bundan tashqari eslatib o'tamiz, 1 tonna, 1.5 tonnalik, 2 tonnalik va 3 tonnalik benzinli motorlarimiz bor. Ularning obzorini qo'yib boramiz. Yangiliklar juda ham ko'p. Bugun navbat bilan qo'yib o'tamiz. To'kli motorlarimizning 1 tonna, 1.5 tonna zon tikli, bezon hammasini obzorini bir boshdan qilib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Hammalarni kuzatib, like bosib, tanish pulga jo'natib qo'yinglar. Podpiska bo'lmaganlar bizga podpiska bo'linglar. Albatta sizlarning like'laringiz biz uchun muhim. Gazni bosamiz akalar. Ketdik. Yuklashni ham qo'yib ko'rsatib o'tamiz. Akam bular sherigi bo'ladi mana. Bu sheriklari. Akalar mana kecha kelib ish qo'z o'qiman, qaytib kelib mana oldi xudo xolasa zo'r. Biz ham bulardan juda minnatdormiz. Albatta bizdan ham minnatdor. Kelishilgan holda hammasi juda ham ajoyib zo'r bo'ldi. Endi dastur kamera labolarimiz yuklayapmiz. Namangan viloyati Chust shahriga gazni bosib yuklaymiz. Shopir tog'amiz naryoqda o'tirib Hoji bobo. Ketdik o'mas yuklayveramiz aka, mana buni yopishtiramiz. Buni esa men sizga qulluq bo'lsin aka. Nasib qilsin. Tabriklaymiz aka, sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga.